O'zi sizda eng arzoni qancha? Bizda eng arzoni 100 mingdan boshlanadi. Kasvingni Xitoy, Italiya modello firmalarniki. Yana ham kengroq ko'rsatadi, yorug'roq ko'rsatadi. Kirganingizda nejniy maza qilib dam olib chiqish bitiladigan xona bo'ladi. Tovlanishlari, vidlari va shu udar. Tushunarli. Bularni asosan qayerga ishlatilyapti aka? Xo'p, Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun O'rgizor bozoridamiz. Aboylarni optim joyiga kelganmiz. O'tgan safargi videolarimizda Sanjar akani taniysizlar. Xuddi shu Sanjar akani ukalaridan bugun intervyu olamiz. Bularni narxi bo'yicha dastlabki xizmatlari bormi, yo'qmi, keyin 1 kvadratning narxi necha pulliklarigacha aytib o'tamiz. Shuhrat aka, salomatmisiz? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Shuhrat aka, bizga qanaqa yangiliklar bor endi aka? Xo'p, yangiliklarimiz mana bilan bor, xudo xolasa. Aha. Uni oldi qatorda yangi. Buni nomi nima? Qanaqa nima? Bular mramorli aboylar. Mramorli o'zidan mana bunaqa tovlanadi, yonlaridan o'tib qaralsa polni tovlanadi. Sifatlari вообще zo'r. Stichoklarga 100% garantiya beriladi bu narsani. Asnosi flizilin bo'ladi. Kilogrammiga keladigan bo'lsak, bular 3 kg 600 ga aboylar bo'ladi. Mabodo devoringiz tirishina bersa, nimada bo'satgan bo'lsa ham, bularda bemalol cho'zilib berish anaqasi bor. Cho'zilib beriladi. Necha millimetr cho'ziladi aka? 2 millimetrgacha cho'ziladi. 2 millimetr. Shunaqa. Kachifasi вообще udar, stichokdan u bilan muammo yo'q. Hali shu kungacha unaqa bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Sifatiga 100% li aboylar. Hozir bu zar ko'chib ketmaydimi aka? Yo'q, buni zarlari ko'chmaydi. Zarlari sepma bo'lmaydi zari quyma ishlangan bo'ladi bular. Kassasi xudo xolis ideal uyaltib qo'ymaydi. Tushunarli. Yana qanaqa variantlar aka? Xo'p, keyin mana bunaqa variantlarimiz ham bor. Yangi atachentalarimiz kelgan. Mana bularimiz bor. Bular ham вообще idealniy. Ortiqcha narsasi yo'q. Skromen, neobычный aboylar xudo xolisa. Zo'r. Bular ham xuddi shunaqa tovlanishlari, vidlari вообще udar. Tushunarli. Bularni asosan qayerga ishlatilyapti aka? Xo'p, bu narsa joy tanlamaydi. Koridorlikka ham qilsangiz bo'ladi, spanlilar, zal, bular ketaveradi любой joyga. Endi klassika gul bo'layotgan bo'lsa, u faqat zalga ketiladi-da. Bu narsa joy tanlamaydi. Любой xonaga qo'rsanglar bo'laveradi. Zalga, shunaqa. Hovga umuman. Xonangizni asfinasiga qarab rangini tanlab olaverasizlar. O'zingiz ham tanlab beraverasizmi? O'zimiz ham tanlab beramiz. Xudo xolis qo'lga kelguncha. Xonasini rasmini tashasiz-ya? Shunaqa xonani razmerini, joyingizni bitta ko'rsangiz, bizga asfina qanaqa tushadi, o'shalarni aytsangiz, bo'ldi, o'zingiz xudo xolis ideal qilib, dizayn qilib, chiroyli qilib beramiz. Misol uchun Shuhrat aka, mana bunaqa bo'ladi. Kichkina xonaga katta gulli narsani qo'yib qo'yadi yoki katta xonaga kichkina gulli narsalarni bo'g'ib tashlaydi-da. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Keyinchalik ozginadan keyin o'sha zerikiladi, u xonaga kirsangiz zerikib qolasiz. Joyingiz kichkinaroqmi? Maydonroq risonka qilganingiz yaxshiroq. Maydonroq risonka bo'lsa, xonani yana ham kengroq ko'rsatadi, yorug'roq ko'rsatadi. Kirganingizda nejniy maza qilib dam olib chiqish bitiladigan xona bo'ladi. Zo'r. Aka, bularni birdan narxlari ham aytib o'taylik. Xo'p, bu aboylarimizni bularni skidga qo'yamiz. Bularni bo'lishini 165 mingdan qilib beramiz. 165 ming. Dastlabkilar, polniy dastlabki xizmatlari bor. Toshkent shahar bo'yicha dastlabki besplatniy. Viloyatlarga ham kelishgan holda qilib beramiz dastlabkasini. Ja bo'lmasa, petakacha bepul. Shunaqa. Zo'r. U yog'ini ham kelishamiz, xudo xolisa, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolisa rozi qilib jo'natamiz klientlarni. Xudo xolisa. Aka, high-tech variantlar qanaqa? Xo'p, high-techlarimizdan bizada mana bunaqa high-techlarimiz ham bor. Mana bunaqa high-techlarimiz ham bor. Mana bunaqa Gulli variantlar shunaqa? Shunaqa. Bular ham high-tech kiradi. Sifatlari вообще zo'r. Bunga ham zar sepilgan shunaqami? Shunaqa nejniy zarlari bor. Keyin mana bunaqa high-techlarimiz ham bor. Mana bulardan ham bor. High-techni aboylar вообще idealniy sifatlari вообще zo'r. Ana bambarbiya. Chiqsa. Aka, bular narxi necha pul? Bularni mana shunaqa 165 mingdan qilib beramiz. O'zi sizda eng arzoni qancha? Bizda eng arzoni 100 mingdan boshlanadi. Kasvingni Xitoy, Italiya modello firmalarniki. Bularni ham ko'rsangiz bo'ladi. Ko'ring. Hammasi sifati zo'r. Bularda ham xuddi shunaqa zarlar to'kilmaydi, qirilmaydi, ko'chmaydi. Kalisiva xohlaganingizcha bor. Xudo xolisi topib beramiz. Mana sifatlarni ko'rsangiz bo'ladi. Zarlar ko'chmaydi, qirilmaydi, sifati вообще idealniy aboylar. Bular hozir qanaqa moyishmi yoki super moyishi? Bular moyishning o'zi bo'ladi. Super moyishi emas, moyishning o'zi bo'ladi, lekin ko'chmaydi, qirilmaydi. Mana bemalol kindalasangiz ham kirdoq bo'lsa, artib ishlatsa bo'laveradi bularni. Sifati zo'r, xudo xolisi. Bemalol uyaltirmaydigan bo'ylar. Biron dog' tushsa qanaqa bo'ladi aka? Kirdoq bo'layotgan bo'lsa, masalan, bemalol kirdoq bo'ladigan bo'lsa, yuvib ishlasanglar bo'laveradi, artib ishlatsa o'zini holatini yo'qotmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bularga ham o'sha flizilin bo'ladi asnosi. Bular eng oxiri narxi 100 mingmi aka shunda? Bularni o'zi hozir skidkada, bular 100 mingdan qilib beramiz. Bularni o'sha xohlagan risonkalaringiz, gulli, mana manbalarimiz ham bor, xohlasangiz, sakura gullilar. Sakura 2025-yilda o'ta trend bo'ldi, shunaqami aka? Xuddi mana shunaqa. Bu keyin 2026 ham xudo xolis bular trendda. Yaxshi sotganmiz, xudo xolisi klientlarga o'shalarni ham 100 mingdan qilib beramiz. Shuhrat aka, bularni
narxi nimaga qarab o'zgaradi? Xo'p, narxi bularni kilogrammida ham raznica qiladi. Bizga chunki rastamoshkada bu narsa rol o'ynaydi. Siz hozir bu yoqda ko'rgan 165 minglik aboylarimiz, bular xo'p 3 kilo 600 lik aboylar bo'layotgan bo'lsa, mana manbalarimiz bular 2 kilo 600 lik aboylar. O'shanisi raznica qiladi bizga. Lekin sifati hammasi cho'tki, bu ikkalasi ham bir xil zavod bo'ladi. Bular modelli aboylar. Mana etiketkalarini ko'rsangiz bo'ladi. Modelli Italiya. Xitoy, Italiya bo'ladi bular. Italiyaning mana bayroqlari tushgan, sifati xudo xolisi ideal. Zo'r. Hammasidan kalistva bor. Bexijolat kiyaverasizlar. Zo'r. Buradagi klassikani xohlovchilar uchun bormi sizda ham? Xo'p, klassik aboylarimizdan mana manbalarimiz bor. Vau. Mana manbalar aboylar bor. Bular eng o'zi trenddagi aboylar, bu manbalar ham. Ichki fonlari ham attachenta ishlangan bo'ladi. Attachentaning ustiga gul qo'yilgan bo'ladi. Keyin eng ходовой zo'r aboylarimiz mana manbalar. Вообще klassika udari. Parda gulli deyiladi bu narsa. Juda ham ko'p o'zi yaxshi sotganmiz bu aboylarni. Sifati ham zo'r, video ham juda chiroyli. Bularni kattaroq xonalarga qo'ysa bo'ladimi yoki kichkinaroq xonalarga tavsiya Bular qilasiz? iloji boricha kattaroq xonalarga qo'ysa yaxshi. Nechiganacha? Eng kichkinasi Masalan, qancha? 5 ga 7 lik xonalar bo'ladi-yu, masalan, katta xonalar. O'shalardan qilsangiz вообще zo'r chiqadi. Klassika xona bo'lib chiqadi. Zo'r. Boya aytganimdek, katta xonalarga kichkina gullilarni qilib qo'yapti-da, nima qilib qolyapti aka? Yemayapti. Bular narxi necha pul aka? Xo'p, bularni ham mana shunaqa narxdan qilib beraman. 165 mingdan qilib beraman. 165 ming. Shunaqa. Ko'proq olinadigan bo'lsa-chi, viloyatlardan ko'proq oladigan bo'lsa, yana ham ozgina skidkasini qilib beramiz. Yo'lda qilib beramiz, xudo xolasa, shunaqa. Ko'proq olsa yana ham ozgina qarab beriladi narxlar. Keyin bizda manba aboylarimiz ham bor. Bularni ham ko'rsanglar bo'ladi. Sifati ham, video ham juda chiroyli. Mana manba aboylarimiz bor. Bular ham Sakura deyiladimi? Bu ham mana shunaqa Sakuraga yuradi. Mashalloh. Mana videolari juda chiroyli. Bular detskiy mana shunaqa joylarga вообще zo'r. Bular ham quymoqmi shunday aka? Bular ham xuddi shunaqa bir xil zavod. Zarlar bularda ko'chmaydi, to'kilib ketib qolmaydi. Ozginadan keyin mutnilashib ketadigan aboylar emas-da. Sifati juda zo'r. Zo'r. Bular narxi necha pul? Bularni ham mana shunaqa narxdan qilib beraman. 165 ming. 165 mingdan qilib beraman. Bomba aksiya desa ham bo'ladi. Tushunarli. Keyin aka, sizdan misol uchun kafelarga yoki detskiy xonalarga o'shalarga topsa bo'ladimi? Misol uchun brendlarini tushirib beradigan aboylarni topsa bo'ladimi? Bo'ladi. Aslida misol hozir. Xolisiz mana bunaqa narsalar bor. Kafelarga mana bunaqa variantlar. Buni ranglari bor. Och, to'q. Mana bular вообще zo'rnis. Attachenta variant bo'ldi shunda? Bu mramorga yuradi. Bu mramor. Lekin video ham zo'r, ham общий fonni ham zo'r chiqadi. Bular aslonda shunaqa kafe, mana shunaqa joylarga ketadi. Keyin manbalarimiz ham bor, asalarlarimiz. Bular ham shunaqa joylarga ketadi. O'zi bu unaqa joy tanlamaydi-yu, lekin zo'r bu ham ketaveradi. Kafe hammasiga yuradi. Xonalarga ham bu zo'r lekin. Orqasi attachenta buni ham. Orqasi attachenta bo'ladi. Bu yog'iga asalari qo'yilgan. Bu ham shunaqa. Zo'r. Shuhrat akani raqamlarini ekranda qoldirdik. Bemalol uyingizga deysizmi, detskiy xonaga deysizmi yoki boshqa ishxona umuman qanaqadir brend tushirib bermoqchi bo'lsa, zakaz qilsalaringiz bemalol chiqarib bera oladi. Keyin cheklanmagan miqdorda topishlaringiz mumkin. Hattoki mana bunaqa Sakura variantlarini ham olishlaringiz mumkin. Xo'p, bizda aboydan tashqari samakilikalarimiz ham bor. Samakilikalarimiz. Bular razmeri standart bo'ladimi aka? Xo'p, bularning razmeri 1.20 ga 3 metr bo'ladi. Hammasi standart mana shunaqa bir xil bo'ladi. Xohlagan rang, xohlagan anaqalaringiz chiqadi. Issiq sovuq qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, bular unaqa sovuq o'tkazmaydi. Bular issiq sovuqqa yorilib yoki yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Sifati вообще zo'r. O'zida klisi bo'ladi. Mana buni bemalol ochib, bu yoqqa yopishtiraveraveradi. Shunaqa. Eng budjetli, kafelda o'rniga yiqilmaydigan narsa. Bular narxi, boshlang'ich narxi necha bo'ladi? Bularning narxini 110 mingdan qilib beramiz. Shunda 1 kvadratmi yoki 1 rulonimi? Yo'q, mana shu bitta rulon bo'ladi, 3.6 kvadrat chiqadi o'shanda. 1.20 ga 3 metr bo'ladi. Metrda kvadratga hisoblaydigan bo'lsak 3.6 chiqadi. Zo'r. Bularning rangiga qarab narx o'zgarmaydimi? Yo'q, rangiga qarab o'zgarmaydi narxlari. Hammasi narxi bir xil. Risonkasini xohlaganingiz tanlasangiz bo'laveradi. Xohlasa qora variant, xohlasa oq variantlarini. Keyin bular razmeri o'zgarib ketadimi, aka? Yo'q, buni tagida polkasi bor, o'shaning uchun bu tepa-past qilingan, bu vitrinaga mana shunaqa qo'yilgan. Hammasi razmeri bir xil. Zo'r. Aka, aboylarni yopishtirishga kliklaringiz ham bormi sizda? Aboy yopishtirishga bizda klin, вообще udari bor. O'zini modelli aboylarning modelli kliklari bor.
Brend modellar. Bemalol tanib ko'rasizlar.